Pensionerlar, tayyorlaning. Bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. 1 avgustdan indeksatsiyadan so'ng pensiya, nafaqa ayrim ijtimoiy to'lovlar yangi summalar hisoblanishi mumkin. Lekin eng katta muammo shundaki, hamma ham pulini to'g'ri olayaptimi? Qo'shimcha hisob-kitob qilinganmi? Bank kartiga tushgan summa bilan belgilangan summa mos keladimi? Buni ko'pchilik tekshirmaydi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Indeksatsiya nima? Kimga ta'sir qiladi? Kim xavotir olishi kerak? Kimda o'zgarish bo'lmasligi mumkin? Qaysi xatolarga yo'l qo'ymaslik kerak va yangi summani qanday tekshirish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, balki ularning faqat pensioneri, nevaralari va qarindoshlari uchun ham kerak. Avvalo men bir narsani aniq qilib aytaman. Indeksatsiya degani bu pensiya miqdorini shunchaki biroz ko'paytirish emas. Indeksatsiya bu davlat tomonidan belgilangan tartib asosida pensiya va ayrim ijtimoiy to'lovlarni narxlar o'sishi, yashash xarajatlari va iqtisodiy sharoitga moslashtirish jarayonidir. Ya'ni oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, yo'l kira va kundalik xarajatlar oshganda pensionerlarning daromadi butunlay ortda qolib ketmasligi uchun pensiya summalari qayta ko'rib chiqiladi. Oldin qanday edi? Ko'p pensionerlar faqat oy boshida kartaga pul tushishini kutardi. Kimdir bankomatdan yechib olardi. Kimdir farzandiga kartani berib qo'yardi. Kimdir esa mahalla yoki bankdan og'zaki so'rab qo'ya qolardi. Lekin ko'pincha odamlar nega menga buncha tushdi? Qaysi asosda hisoblandi? Qo'shimcha to'lov bormi? Indeksatsiya qachondan qo'shildi degan savollarni rasmiy tekshirmasdi. Natijada ayrim holatlarda xatolik bo'lsa ham pensioner buni kech bilib qolardi. Endi esa vaziyatga boshqacha qarash kerak. 1 avgustdan keyin yangi summalar bo'yicha hisob-kitob boshlansa, har bir pensioner o'zining oldingi pensiyasi, yangi hisoblangan pensiyasi, qo'shimcha to'lovlari, ushlab qo'lingan summalari va kartaga tushgan pulini alohida tekshirishi kerak. Men buni shuning uchun urg'u bilan aytyapman. Indeksatsiya umumiy foiz bilan e'lon qilinsa ham, har bir odamning yakuniy oladigan puli bir xil oshmaydi. Chunki pensiya turiga, stajga, ish haqi tarixiga, ustama va nafaqaga, qarzdorlik yoki ushlab qolishlariga qarab yakuniy summa farq qiladi. Endi kimlar bunga jiddiy e'tibor berishi kerakligini tushuntiraman. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar. Agar siz mehnat stajingiz asosida pensiya olayotgan bo'lsangiz, indeksatsiya sizning asosiy pensiya summangizga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, siz oldin oyiga 1.200.000 so'm pensiya olgan bo'lsangiz, indeksatsiyadan keyin bu summa belgilangan oshirish tartibiga qarab ko'payadi. Lekin bu yerda muhim nuqta bor. Bank kartangizga tushgan yakuniy pul aynan asosiy pensiya ko'paygan summa bilan bir xil ko'rinmasligi mumkin. Chunki sizda aliment, kredit, ijro hujjati, ortiqcha to'langan pulni qaytarish yoki boshqa ushlab qolishlar bo'lsa, kartaga tushadigan pul kamayib ko'rinadi. Ikkinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oluvchilar. Bu toifadagi fuqarolar ayniqsa juda ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki nogironlik guruhi tibbiy xulosa muddati. Qayta ko'rik sanasi nogironlikning muddatsiz yoki muddatli belgilanishi yakuniy to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, bir kishi 2 guruh nogironlik bo'yicha to'lov olayotgan bo'lsa, indeksatsiyadan keyin summa oshishi kerak bo'lishi mumkin. Ammo agar tibbiy ko'rik muddati tugagan va hujjat yangilanmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi ehtimoli bor. Shuning uchun men har doim aytaman. Faqat pul tushishini kutmang. Hujjatingiz muddati, guvohnoma, tibbiy ma'lumotnoma va pensiya bo'limidagi ma'lumotlaringizni tekshirib boring. 3-guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham nozik jihatlar bor. Masalan, marhumning mehnat staji, oila a'zolari soni, bolalarning yoshi, o'qish holati, mehnatga layoqatsizlik holati to'lov miqdoriga ta'sir qiladi. Aytaylik, oilada 2 nafar bola o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, indeksatsiyadan keyin umumiy summa oshishi mumkin. Lekin agar bolalardan biri umrdagi yoshga to'lgan yoki kunduzgi ta'limda o'qishini tasdiqlovchi hujjat vaqti topshirilmagan bo'lsa, uning ulushi to'xtatilishi mumkin. Shunda oila nega indeksatsiya bo'lsa ham pul kamaydi deb hayron qoladi. Sabab esa indeksatsiya emas, hujjat muddati yoki huquqiy maqom o'zgargani bo'ladi. 4-guruh minimal pensiya yoki minimal nafaqa oluvchilar. Bu toifadagi insonlar uchun indeksatsiya ayniqsa sezilarli bo'lishi mumkin. Chunki ularning daromadi asosan davlat belgilagan eng kam miqdorlarga bog'liq. Masalan, yolg'iz yashaydigan pensioner bor. Pensiyasi juda katta emas. Dori-darmon xarajatlari ko'p.
Indeksatsiyadan keyin asosiy to'lov oshsa ham u odam qo'shimcha ijtimoiy yordamga ham haqli bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun mahalla ijtimoiy himoya organlari yoki pensiya jamg'armasi orqali ma'lumotlarni aniqlash kerak. Odamlar ko'pincha menga hech narsa berilmaydi deb o'tirib qoladi. Aslida esa ayrim to'lovlar murojaat asosida rasmiylashtiriladi. Endi bir nechta aniq hayotiy misol keltiraman. Birinchi misol. Toshkent viloyati yashovchi pensioner ona oldin 20 million 370 ming so'm pensiya olgan. Indeksatsiyadan keyin uning pensiyasi deylik 1 million 500 ming so'm atrofida bo'ldi. Lekin kartaga 1 million 420 ming so'm tushdi. U darrov menga kam berishdi deb o'ylaydi. Tekshirilganda ma'lum bo'ladiki, oldingi oyda ortiqcha to'langan 20 ming so'm yoki boshqa ushlab qolish mavjud bo'lgan. Demak, yangi pensiya summasi alohida, kartaga tushgan sof summa alohida tushuniladi. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi ota 2 million so'm pensiya oladi. U indeksatsiyadan keyin 2 million 200 ming so'm bo'lishini kutadi. Lekin bank xabarida 2 million 200 ming emas, 2 million 150 ming ko'rinadi. Buning sababi pensionerning plastik kartasida avtomatik kredit to'lovi ulangan bo'lishi mumkin. Bank kredit summasini yechib olgandan keyin odam pensiya kam tushdi deb o'ylaydi. Shuning uchun men maslahat beraman. Bankdan hisob varaq aylanmasini oling. Pensiya bo'limidan hisoblangan summa haqida ma'lumot oling, keyin xulosa qiling. Uchinchi misol, Qashqadaryoda bir ayol o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Uning farzandi kollej yoki universitetda kunduzgi ta'limda o'qiydi. Agar o'qish to'g'risidagi ma'lumotnoma vaqtida topshirilsa, to'lov davom etadi. Agar topshirilmasa, tizimda huquq tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Indeksatsiya kelganda umumiy tartibda oshirish bo'lsa ham, hujjatdagi muammo sababli ayrim oylar uchun to'lov to'xtab qoladi. Shuning uchun talaba farzandi bor oilalar ayniqsa ehtiyot bo'lish kerak. 4-misol. Farg'onada yashovchi pensioner otaxon naqd pul oladi, kartadan foydalanmaydi. U pulni pochta yoki mas'ul xodim orqali oladi. Bunday holatda ham yangi summa bo'yicha kvitansiya yoki to'lov qaydnomasini ko'rish kerak. Oldin qancha olgan edim, hozir qancha oldim deb oddiy daftar yuritish ham foydali. Chunki ba'zan odamlar pulni sanamaydi, hujjatga qaramaydi. Keyin bir necha oy o'tib aniqlash qiyinlashadi. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, indeksatsiya hammaga bir xil miqdorda qo'shildi degani emas. Agar e'lon qilingan oshirish foiz yoki aniq minimum summalar orqali bo'lsa, har bir to'lov turi bo'yicha hisoblash mexanizmi boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kompensatsiya va ustamalar bir xil formula bilan hisoblanmasligi mumkin. Shuning uchun men doim qo'shnimga shuncha qo'shilibdi. Menga nega kam degan taqqoslashga ehtiyot bo'lishni aytaman. Qo'shningizning staji, ish haqi, pensiya turi va hujjatlari siznikidan farq qiladi. Ikkinchi nozik jihat, pensiya oshgan bo'lsa ham ayrim qo'shimcha imtiyozlar qayta tekshirilishi mumkin. Masalan, yolg'iz pensioner, maqom parvarishga muhtoj nogironlik guruhi, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan shaxs maqomi, alohida ustamalar bor. Agar bu ma'lumotlar tizimda to'g'ri turmasa, ustama qo'shilmay qolishi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'raman. Odam yillar davomida biror ustamaga haqli bo'lgan, lekin hujjat yetishmagani uchun to'liq olmay yurgan. Keyin farzandi hujjatlarni tartibga keltirgach, qayta hisoblash masalasi ko'tariladi. Uchinchi nozik jihat, indeksatsiya qaysi sanadan qo'llanishini bilish kerak. Agar 1 avgustdan deyilgan bo'lsa, demak avgust oyi uchun hisob-kitobda yangi tartib aks etish kerak. Lekin banka tushish sanasi, pochta orqali tarqatish sanasi, dam olish kunlari yoki texnik qayta ishlash sababli pul kelish vaqti hududga qarab farq qilishi mumkin. Bu yerda vahimaga tushmaslik kerak, lekin beparvo ham bo'lmaslik kerak. Agar odatda pul 5 sana tushsa, 7 sana ham tushmasa, bankdan va pensiya bo'limidan so'rash kerak. Agar summa tushdi, lekin noto'g'ri ko'rinsa, darhol yozma ravishda aniqlashtirish foydali. 4-nozik jihat, qayta hisoblash va indeksatsiya bir narsa emas. Indeksatsiya umumiy oshirish bo'lsa, qayta hisoblash sizning shaxsiy hujjatlaringiz, qo'shimcha stajingiz, ish haqi ma'lumotlaringiz yoki maqomingiz o'zgarishi asosida bo'ladi. Masalan, pensioner nafaqaga chiqqandan keyin ishlagan, keyin qo'shimcha davrni hisobga oldirishni so'ragan bo'lishi mumkin. Bu alohida tartib. Indeksatsiya kelgani uchun avtomatik ravishda hamma eski ish staji qaytadan tekshirildi degani emas. Agar sizda ilgari hisobga olinmagan ish yillari, arxiv ma'lumotlari
yoki ish haqi haqida hujjatlar bo'lsa, buni alohida ko'tarish kerak. 5-nozik jihat. Norasmiy xabarlarga ishonmang. Telegram guruhlarda tanishlar orasida falon summa aniq bo'ldi. Hamma pensionerga qo'shimcha pul berilar ekan. Bugun ariza bermagan pul olmaydi degan gaplar tez tarqaladi. Men ekspert sifatida aytaman, rasmiy manba bo'lmasa bunday gaplar bilan harakat qilmang. Ayniqsa kimdir sizdan pasport nusxasi, karta raqami, SMS kod, PAN kod, plastik karta rasmi yoki shaxsiy ma'lumotlarni so'rasa bermang. Pensiya oshishini rasmiylashtirish uchun hech kim sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'rashi mumkin emas. 6-nozik jihat, qarzdorliklar. Ba'zi pensionerlarda kredit, kommunal qarz, sud qarori bo'yicha undirish, aliment yoki boshqa majburiyatlar bo'ladi. Bunday hollarda pensiya oshgani bilan qo'lga tegadigan summa to'liq oshmasligi mumkin. Masalan, pensiya 200 ming so'mga oshdi, lekin ijro hujjati bo'yicha har oy ma'lum qismi ushlab qolinadi. Shunda odam oshmadi deb o'ylaydi. Aslida hisoblangan pensiya oshgan, faqat undirishdan keyingi qoldiq o'zgacha. Buni aniqlash uchun majburiy ijro byurosi bank va pensiya bo'limi ma'lumotlarini solishtirish kerak. 7-nozik jihat. Chet elda bo'lgan yoki vaqtincha boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Agar pensioner ro'yxatda bir joyda, amalda boshqa joyda yashayotgan bo'lsa, to'lov usuli bank kartasi. Hujjat yangilanishi bo'yicha muammolar chiqishi mumkin. Yashash joyi o'zgargan bo'lsa, rasmiy ma'lumotlarni yangilash kerak. Aks holda xabarlar eski manzilga ketishi, chaqiruv yoki tekshiruvdan bexabar qolish mumkin. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, oldingi oyda olgan pensiya summangizni yozib oling. Iyul oyida qancha oldingiz, aynan kartaga qancha tushdi? Naqd olgan bo'lsangiz qancha berildi? Bularni aniqlang. Ikkinchi qadam, avgust oyida tushgan pulni solishtiring. Faqat taxminan ko'payibdi demang, aniq raqamni yozing. Masalan, iyulda 1 million ming so'm, avgustda 1 million 625 ming so'm. Farq qancha, ushlab qolish bormi? Bank yechimi bormi? Shuni ko'ring. 3-qadam, pensiya hisoblangan summa bilan bankka tushgan summani ajrating. Buning uchun bank ilovasidan yoki bank filialidan hisobvaraq aylanmasini olish mumkin. Agar siz ilovadan foydalanmasangiz, farzandingiz yoki ishonchli yaqin qarindoshingiz yordam bersin. Lekin SMS kod va maxfiy parolni hech kimga bermang. Bank xodimi sizga karta operatsiyalarini ko'rsatib beradi. Shunda pensiya tushganmi? Undan keyin bank kredit yoki boshqa to'lovni yechganmi aniq bo'ladi. 4-qadam. Pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qilib, hisob-kitob bo'yicha ma'lumot so'rang. Murojaat qilganda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank karta ma'lumotlari, agar nogironlik bo'lsa tibbiy xulosa, boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa tegishli hujjatlar. Talaba farzand bo'lsa o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar sizning nomingizdan farzandingiz murojaat qilsa, ayrim holatlarda ishonchnoma talab qilinishi mumkin. 5-qadam, og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Agar summa sizga noto'g'ri ko'rinsa, yozma ariza bering. Arizada shunday mazmunda yozish mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdori va 1 avgustdan keyingi indeksatsiya hisob-kitobini tushuntirib berishingizni. Shuningdek, bank kartamga tushgan summa bilan hisoblangan summa o'rtasidagi farqni aniqlab berishingizni so'rayman. Ariza oddiy, tushunarli va aniq bo'lishi kerak. Sana qo'ying, telefon raqamingizni yozing, nusxasini o'zingizda qoldiring. 6-qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, nogironlik hujjati, boquvchisini yo'qotganlik hujjatlari, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish ma'lumotnomasi, nikoh yoki vafot etganlik guvohnomalari tartibli bo'lishi kerak. Ko'p muammo aynan hujjat bor edi, lekin topilmayapti yoki hujjat eskirgan degan joydan chiqadi. 7-qadam, yolg'iz pensionerlar. Kasal yoki harakatlanishi qiyin bo'lgan insonlar yaqinlaridan yordam so'rash kerak. Agar sizning mahallangizda shunday keksalar bo'lsa, ularga yordam bering. Chunki ular bankka bora olmasligi, telefon ilovasidan foydalana olmasligi, ariza yozishni bilmasligi mumkin. Birgina tekshiruv bilan odam bir necha oy davomida kam olayotgan pulini aniqlashi mumkin. 8-qadam, rasmiy manbalarni kuzating. Pensiya bo'yicha yangiliklar, prezident farmoni yoki qarori, Vazirlar Mahkamasi hujjatlari, pensiya jamg'armasi va tegishli vazirliklarning rasmiy kanallari orqali e'lon qilinadi. Men sizga tavsiya qilaman, har bir xabarni ko'rganingizda bu qayerda e'lon qilingan, rasmiy manbasi bormi, sanasi qanaqa, aynan qaysi toifaga tegishli deb tekshiring.
Shunda aldov va noto'g'ri kutishlardan saqlanasiz. 9-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Indeksatsiya davrida firibgarlar faollashadi. Ular pensiyangizni oshirib beraman, qo'shimcha to'lov chiqaraman, navbatsiz rasmiylashtirib beraman deb pul so'rashi mumkin. Yana ba'zilari telefon qilib, kartangizga indeksatsiya puli tushadi, SMS kodini ayting deydi. Hech qachon SMS kod bermang. Hech qachon karta PIN kodini aytmang. Hech qachon notanish odamga karta rasmini yubormang. Rasmiy organlar bunday ma'lumotlarni telefon orqali so'ramaydi. 10-qadam, agar haqiqatan ham xato bo'lsa, oxirigacha boring. Avval pensiya bo'limiga murojaat qiling. Javob qoniqtirmasa, yuqori tashkilotga yozing. Zarur bo'lsa, Davlat xizmatlari markazi ishonch telefoni yoki rasmiy elektron murojaat tizimlari orqali murojaat yuboring. Murojaatda hissiyot emas, fakt bo'lsin. Oldingi summa, yangi summa, tushgan pul sanasi, bank ma'lumoti, hujjat nusxalari. Shunda masala tezroq ko'rib chiqiladi. Yana bir muhim maslahat, pensioner o'z huquqini bilishi kerak. Men keksa odamman, baribir tushunmayman deb o'ylamang. Siz ishlagansiz, staj to'plagansiz, davlat oldida huquqingiz bor. Farzandlar ham ota-onasining pensiyasini shunchaki karta orqali yechib berish bilan cheklanmasin. Oyiga bir marta hisob-kitobni tekshirish, rasmiy xabarlarni ko'rish, hujjat muddati tugamaganini bilish katta yordam beradi. Xulosa qilib aytaman, 1 avgustdan indeksatsiyadan so'ng yangi summalar masalasida eng muhimi pul tushishini passiv kutish emas, o'z hisob-kitobingizni tekshirishdir. Pensiya oshishi mumkin, lekin yakuniy kartaga tushgan summa ushlab qolishlar, bank yechimlari, hujjat muddati, pensiya turi va qo'shimcha ustamalarga qarab farq qiladi. Kimdir ko'proq oladi, kimdir kamroq farq sezadi. Kimdadir esa hujjat muammosi sababli savol tug'iladi. Shuning uchun oldingi summani yozing, yangi summani solishtiring. Bank aylanmasini tekshiring. Kerak bo'lsa yozma ariza bering. Agar siz pensioner bo'lsangiz yoki oilangizda pensioner ota-ona, bu bobo bo'lsa, bu ma'lumotni ularga yetkazing. Izohlarda yozing. Sizda avgustdan keyin pensiya summasi o'zgardimi? Qancha farq bo'ldi? Hisob-kitob tushunarlimi yoki savollar bormi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men bunday muhim ijtimoiy va moliyaviy masalalarni oddiy tilda tushuntirib boraman.